Milliy sertifikatga tushgan testning oson yechimini qaraymiz. 5 burchakning har bir ichki burchagi 1,8 gradusdan va diagonallar teng 3 ta qismga ajratadi. 3 ta burchakka. Va mana bu 3 burchak teng yonli 3 burchak bo'lganligi uchun balandlik tushirsak, tomoni bir-birdan bo'lgan ikkita kesimga ajratadi va burchagi ham 18 gradus. Bu burchaklar 36 gradusdan. 36 gradusdan. Tomonni A, balandligi x desak, sinus 36 gradus teng x taqsim A. Tanginus 18 gradus teng 1 taqsim x. Tanginusni yoza olamiz. Sinus 18 taqsim kosinus 18 teng 1 taqsim x. Sinus 18 ko'paygan x teng kosinus 18. Sinus 36 ni 2 ta sinus 18 ko'paygan kosinus 18 desak, x taqsim A. Kosinus 18 joyiga olib kelib qo'yamiz. 2 sinus 18 ko'paygan x sinus 18 teng x taqsim A. X lar qisqarib ketadi. 2 sinus kvadrat 18 teng x taqsim A. Sinus 18 ning qiymati bizga ma'lum, ilzosida 5 minus 1 taqsim 4. Kvadratga ko'taradigan bo'lsak, 6 minus 2 ilzosida 5 taqsim 16. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, 3 minus ilzosida 5 taqsim 8. Olib borib qo'yamiz. 2 3 minus ilzosida 5 taqsim 8 teng x taqsim A. Qisqaradigan bo'lsa, 3 minus ilzosida 5 taqsim 4 x taqsim A. Uzr, x lar xo'sh, ani topadigan bo'lsak, 4 taqsim 3 minus ilzosida 5 irrasionalni qutqarsak, 3 plus ilzosida 5. Ya'ni perimetr 5a 5 3 plus ilzosida 5. S javobga to'g'ri keladi.